Həmməylan qarqaşlıq. Abduri Abduvali Ayub. Qarqaşdan ispat çıktı. Mыңлаған Uyğurның çət əllərdə tuqqanları bolğanlığı səbəbidən qar günlərə məhkum bolğаны bilinib, ularning davasını qilish vicdanlarga havalı boldu. Qarqaşlıq qarindaşlarımızның hərəkəti təmkin idi. Çünki Qarqaş xalqi əzəldən ömlüşdəki maharəti bilan məşhur idi. Ularning nazarlari ustoz, ulamo va yurt kattalarga tikilgan edi. Qarqaşlıq Uyğur hər ishda məsləhətni, kengashni, jamoatchilikni a'lo bilgan bo'lg'achqa, zulmga shohid bo'lishning oldida tamtirab qoldi. Ularning o'limalardan anglishicha, birlashishda hikmat, ayrilishda falokat bor edi. Mu'min Qarqaşlıqning bu hikmatga iymoni komil edi. Qarqaşlıq jimib qoldi. Sukut qildi. Buni zulmdan jaqtoygan ba'zi Uyg'urlar taslimchilik, qo'rqinchoqlik, qavm qarindoshlariga vafosizlik deb tushundirdi. Buni tushunmaslikdan dedim. Qarqaşlıq maydonga chiqmadi. Buni ba'zi zolimga o'ch, zulmga maydoni qat'iy, Uyg'urning hurlik uchun irodasi mustahkam Uyg'urlar xato tushunib ulgurdi. Qo'shilmadim. Buni to'g'ri tushuntirishga tirishdim. Men Qarqaşlıqlardan faxrlanaman. Boğumuz Mahmudning divoniga putilgan bu yurtning ismi sap Uyg'urcha. Odamlarning jasurligi, jasorati, jangovarligi Uyg'urcha. Bir emas, ming Qarqaşlıq shohidlikni rad qilsimi, men Qarqaşdan umidsizlikka tushmayman. Chunki Qarqaş umid tug'ilgan yer. Qarqaş Uyg'urning milliy davosining boshchisi Mamtimin Bug'roning va hurlik uchun jon tikkan, tumanlagan qahramonlarimizning yurti. Men Qarqaşlıqni qo'rqdi demayman. 1933-yildagi Uyg'urning hurlik uchun o'limdan qo'rqmagan Qarqaşlıq bugun shohidlikdan qo'rqmaydi. Texi tünügün, millatning azadlığı üçün şehitlikni tanlagan Qarqaşlıq bugun qon qarindoshlarning Xitoy zindonlaridan qutulishi uchun shohidlikdan, guvohlik berishdan voz kechmaydi. Mening Qarqaşlıqlarim aldiraqsan emas, faqat maslahat bilan ish qilg'uchidir. Mening Qarqaşlıqlarim shu qadar o'mdirki, zulmg'imi o'mlikda maydonga chiqishni afzal biladi. Mening Qarqaşlıqlarim o'zini mahallasidan muhojiratga boshlagan o'limalarning da'voga boshlaydiganligiga ishonadi. Mening Qarqaşlıqlarim farzandlarga iymon singdirgan ustozlarning zulmga qarshi ruhnimi singdirdiganligiga va zolimga qarshi sabda yurtqa boshlamchi bo'ladiganligiga ishonadi. Qarqaşlıqning zulm arxivi oshkorlandi. Biz buni dunyoga oshkorlaymiz. Chunki qamoqlarda, lagerlarda va zavod otliq zindonlarda xo'rlanayotgan shu Qarqaşlıq Uyg'ur hammaylarga tuqqan. Biz Qarqaşlıq shohidlarning yo'l boshlashi bilan Xitoyni mat qilamiz. Qarqaşdan chiqqan hujjat bilan Xitoyning jinoyatini jakarlaymiz. Qarindoshlarimizning jiniga zomin bo'lgan, g'ururni payxon qilgan jinoyatchilarni adolat sudida cho'qim sotlaymiz. Chunki hammaylar Qarqaşlıq, qora ko'zlik Uyg'ur da'vogarlarimiz.
2019 yılning oxirgi kuni.